Spinal mushaklar atrofiyasi degan kasallik bor. SMA deydi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tipi bor SMA'larni. O'sha kasalliklarni birinchi tipiga tashxis qo'yiladi. O'sha infeksion kasalliklardan shamollash, grippdan reanimatsiyaga tushib pnevmoniyadan olamdan o'tadi. Chunki ularda o'sha orqa mushaklar atrofiyasi nafas olishlari yaxshi bo'lmaydi, juda bo'sh bo'ladi, bo'ynini ham, belini ham tuta olmaydi. O'sha bemorga shunaqa lecheniya qilganmiz, unga kompleks reabilitatsiya, to'xtovsiz reabilitatsiya qilib borganmiz. O'zi spinal mushaklar atrofiyasi, misol uchun, birinchi tip qo'yildimi, umrining oxirigacha birinchi tip bo'ladi. Tekshiruvga olib borgan, spinal mushaklar atrofiyasi deyapti. Lekin bolaning holatini ko'rib tip 2 deb yozib beryapti. Tasavvur qiling, o'zi imkonsiz bu narsa. Hech qayerda yo'q, bo'lishi mumkin emas. Yo'q, sen bolang hech qachon ham spinal mushaklar atrofiyasi birinchi tip bo'lmagan. Sen o'zi ikkinchi tip bo'lgan, ular adashgan, lekin bu bola 100% birinchi tip bo'lgan. Reabilitatsiya, onasi shunaqa energiyaga boy bor-ku, to'xtamaydi umuman. Даже soatma-soat yeydigan ovqatlari, soatma-soat dorilari, shug'ullanishi ham xuddi shunaqa. Mana shunaqa uxot bo'lgandan keyin bolada o'zgarish bo'ladi albatta. Chunki doktor ham osmondan olib aytmaydi-ku, mana shu narsani qilsang bolang mana bunaqa bo'ladi deb, bilimiga, tajribasiga qilingan, mana biz aytyapmiz-ku, hozir mana bunaqa qiling deb. Chunki bizning tajribamizdan o'tgan o'sha narsa. Haqiqatan qilgan odam o'sha bolasida rezultat sezgan. Shuning uchun qildirishimiz kerak bo'ldi.